Hozirgi kunda ko'krak saratoni ayollar o'rtasida birinchi o'rinda, bachadon bo'yni saratoni ikkinchi o'rinda. Bularni kelib chiqishiga sabablar ko'krak saratoniga asosan abortlar, gormonlarni noto'g'ri qabul qilish, jinsiy hayotni erta boshlash, erta tug'ruqlar yoki kech tug'ruqlar. Bachadon bo'yni saratoniga odam papilloma virusining borligi, turli xildagi infeksiyalarning borligi, hozirgi kunda erkaklarda va ayollarda jinsiy partnyorlarning ko'pligi va palapartish jinsiy hayot natijasida turli xildagi infeksiyalarni yuqtirish. Bundan tashqari, ba'zi bir ayollarimizning kech turmushga chiqishi, karyera qilaman, ish qilaman, mashina olaman, uy olaman deb o'ziga qaramasligi yoki haddan tashqari, ayniqsa hozirgi kunda 2008-2007 yil qizlarimizning turmushga chiqishi natijasida turli xildagi patologiyalar ko'payib ketgan. Hurmatli ayollar, bularga ahamiyat beramiz va kasalliklarni oldini olish uchun albatta shifokorga murojaat qilamiz.